Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Navbatdagi avtobusimizga mana efir jarayonlarini tugatdik. Efirimizda bot qaytaryapmiz. Voucher qilganimiz yaxshimi yoki bloger orqali reklama qilganimiz yaxshimi deb onlayn hamda offlayn tarzda hammadan so'radik. Yo'lovchilarimiz hamda onlayn tarzda javob bergan akalarimiz hammaligi iloji boricha blogerlarga bergandan ko'ra ushbu pulni yo'lovchilarning o'ziga qilib beringlar deb aytishdi. Shuning uchun iloji boricha akalar, ukalar, bundan buyog'iga efirlarimizga jicha qattiqroq qarab turasizlar. Bir oy davomida sizlarga 13 million so'm voucherimizni bo'lib to'lab berishga harakat qilamiz. Shunday komfortabilniy avtobuslarimizda Toshkentdan Moskva, Krasnodar, Saratov, Volgograd hamda bundan tashqari Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk shaharlariga ham reyslarimiz bor. Ufa, Perm, Yekaterinburg shaharlariga ham ketsalar bo'ladi. Ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Avtobuslarimiz idealligi, holatlari, hammaligi bergan pulinglarga arziydi. Moskva shahriga haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari reyslarimiz amalga oshiryapti. Moskva orqali Sankt-Peterburg shaharlariga ham ketsalar bo'ladi. Efirlarimizga kirib, voucherlarni yutib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar ketmasanglar ham yaqinlaringizlarga joy olib qo'ysanglar bo'laveradi. Mana efir paytida pasportlarni tashlab, joylarni band qilasizlar hamda voucherlarimizni yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bundan tashqari, kelgan yo'lovchilarimiz hammaligi iloji boricha voucherlarimizdan har biriga tarqatishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Kanalimizni rivojini oshirish maqsadida. Shuning uchun bittadan like tugmachasini обязательно bosib qo'yinglar hamda yangi xabarlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men Elga xizmat qiladigan kanal bo'ldik. Ko'ksimiz qo'limizda, bitta o'lchab, bitta kesilgan bo'ladi xizmat. Hammaga rahmat.